Xo'sh, ko'rib turibsiz, biz LibertyX kompaniyasidan qanday qilib reyestrdan o'tish kerakligi to'g'risida yaratilgan saytda turibmiz. Bu sayt biz tomonimizdan yaratilgan va LibertyXning original linklari joylashtirilgan. Xo'sh, bizda birinchi yozuvda ko'rganimizdek, $100 dan past depo uchun sizga sayt linki qoldirilgan. Albatta, bu bonuslari bilan birga. Va yana pastroqda tushamiz. Pastroqda $100 dan baland depozitlar uchun Special 50 promo kodi ostida link qoldirilgan. Bu albatta ancha ko'proq bonus beriladi va videomiz boshlanishida shuni aytib o'tmoqchimanki, biz hech qaysi bir odamni LibertyX kompaniyasidan reyestrdan o'tib ishlashga majburlamaymiz. Xohlasangiz boshqa brokerlarda ishlang, xohlasangiz umuman forex bozorida ishlamang. Xo'sh, pastroqda ogohlantirish bo'limi ham mavjud va Telegram kanallarimiz joylangan, kirib tanishishingiz mumkin. Sayt linkini Telegram kanallarimizda va video opsiyasida va kommentariyasida qoldiraman. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi, albatta promo kodni nusxalab olamiz, keyinchalik bizga kerak bo'ladi. Xo'sh, nusxalandi va libertyx.com saytiga bosamiz. Bir marotaba bossak, o'zi avtomatik olib kiradi. Va bizga sayt ochildi, 50% bonusingiz sizni kutmoqda. Va albatta Special 50 promo kodi orqali. Bu yerdagi bo'limlar, mana bu ogohlantirishlar bilan bemalol tanishib chiqing. Albatta hammasini o'qib chiqing kerak bo'ladi va bizga kerak bo'ladigan buyruq bonusni oling buyrug'ini bosamiz. Va bizdan so'ramoqda, yangi mijozmisan? Ha, biz yangi mijozmiz, oldin akkauntimiz bo'lmagan. Va shunda elektron pochta kirit, parol yoz va nomeringni kirit, ya'ni 998 mana O'zbekistonlik uchun nomer kirit demoqda. Bu yerda yangi elektron pochtani kiritasiz va parol o'ylab topasiz, aynan shu LibertyX akkauntga kirish uchun va nomer yozasiz. Pastda men roziman degan buyruqni bosib, depozit kirish degan buyruqni bosasiz va sizni avtomatik LibertyXni ichki platformasiga olib kirib ketadi. Xo'sh, shunday qilib bosganimizdan so'ng bizda mana bu oyna ochiladi va keyingi qadam bizda keyin buyrug'iga o'tishimiz kerak. Albatta, birinchi akkauntni saytdan ochamiz, keyin yoki platformaga ulashingiz kerak yoki o'sha saytdan savdo qilishingiz ham mumkin. Va bizga kerak bo'ladigan, hozir biz reyestrdan o'tganmiz, ya'ni verifikatsiya to'liq amalga oshirilgan. Shuning uchun bizda ikkita strielka to'g'ri degan buyruq ikki oq ham yoniq turibdi. Shu bo'limga kirib, shaxsiy ma'lumotlar bo'limini to'liq to'ldirib chiqasiz. Ism, familiya, tug'ilgan yil, yashash joy, pasport, ID raqam. Kiritganingizdan so'ng sizdan pasport rasmini va keyinchalik depozit kiritganingizdan so'ng kartani old orqa rasmini so'raydi. Va shuni oldindan aytib o'taman, keyingi videolarda ham depozit qilish videolarida to'liq tushuntirib o'taman. Akkaunt egasi bilan karta egasi bitta odam bo'lishi kerak. Agar ikkita odam bo'lgan taqdirda keyinchalik pul chiqarishda ancha muammo bo'ladi. Hozirgi kunda ham ancha odam bizga yozmoqda shu muammo to'g'risida. To'g'rilash sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun faqat akkaunt egasi bilan karta egasi bitta odam bo'lsa, shunda umuman muammo bo'lmaydi. Xo'sh, keyingi videolar Telegramga joylanadi. Qanday qilib MT5 ochish, LibertyXni o'zida savdo qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Depozit qilish, depozit kirishda qanaqa usullar mavjud va pul chiqarib olish haqida bo'ladi. Hammaga xayr, video yoqqan bo'lsa bitta like va albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.